Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam nasablari va tug'ilishlari. Bilmak kerakkim, har bir ummatman degan odam Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni o'z ota-onasini tanigandek bilishi lozim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlari arab naslidan, Quraysh qabilasi, Bani Hoshim urug'idan bo'lib, nomi shariflari Muhammaddur sallallohu alayhi va sallam. Tug'ilgan joylari Arabistonda, Makka shahridir. Otalari Abdulloh, Abdullohning otasi Abdul Muttalib, uning otasi Hoshim, uning otasi Abdul Manofdir. Ushbu to'rt otalarni bilishlik